Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar uchun zo'r yangilik. Nur Cafe dostavka suv xizmatidan o'z mijozlari uchun va yana bo'lajak mijozlari uchun 20 million so'mlik podarkalar bor. Bu podarkalarni qo'yib o'tirgandan sizlar shubhali deb o'ylashlaringiz mumkin. Hech qanday shubhali emas. Nur Cafening suvining sifatini bilganlar biladi. Podarkalarimizga keladigan bo'lsak, eng saralarni sizlar uchun brendlarni tanlab qo'yibmiz. Qo'lga kiritish qanday bo'ladi degan bo'lsangizlar, sizlarga, ya'ni har bir mijozga qo'lina shunday qog'oz beriladi. Xarid qilgan suvingiz 80 litrga yetgan vaqtda pechat bosiladi. Har 80 litrga bir pechat bosiladi. 1-iyun kuni g'oliblar aniqlanadi. Podarkalar nimalar degan bo'lsangizlar, bularning ichida eng kattalarini aytib o'tadigan bo'lsam, xolodilnik, televizor, plyusos, xullas uyingizga kerak bo'ladigan gaz plita, kir mashin, hamma narsa bor, ko'rishlaringiz mumkin. Podarkalarning to'liq ro'yxatini esa opisaniyada ko'raverasizlar bemalol. Yana bir taklifimiz shuki, YouTube tarmog'ida Nur Media kanalini kuzatib borsangizlar, o'yin haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasanglar, quyidagi raqamlarga bemalol murojaat etishlaringiz mumkin. 24/7 sizlar uchun ishlaydi. Xullas, Nur Cafe dostavka suv xizmati sizlar uchun eng yaxshisini ilinishda davom etadi. Bizda kuzatishda davom etinglar.